Yaxshi oldi. Bo'ldi ketdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga bir murojaatim bor edi. Shavkat aka, hoji aka, Alloh taolo hajga borganlaringizni, umralaringizni Alloh taolo qabul qilgan bo'lsin. Avvalambor mana shu bizni o'sh xalqimizga, o'shimizga bir kelib ketsangiz, juda bag'rimiz qonga to'ldi, juda bizda yakka-baho qilish qo'yyapti. Men ochiqdan ochiq aytaman, ilojim yo'q gapiryapman. Hech qalbimda qo'lib toshib ketgan ilojim yo'q gapiryapman. Shuni murojaat qilyapman Shavkat aka Miromonovich. Bir o'sh xalqiga kelib, onadirlarga bir kelib ketsangiz yaxshi ish bo'lardi. Nur ustiga nur bo'lardi. Tarixda qolgan bir ishlar qilib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Bu yerda qolganini to'g'ridan to'g'ri yuz-yuzga aytardik, bo'layotgan mana qalbimizdagi dardlarni aytardik. Dokument ishlarida, yo'llarimizda juda bizni tashlash bordi, qaramayapti. Juda millatchilik avjiga chiqib ketdi. Bu ochiqdan ochiq. Buni balkim xabaringiz bordir, balkim. Shavkat Miromonovich jinni qo'pol gapirib qo'ygan bo'lsam, dilimda portladim, uzr so'rayman. Xalq ko'rib turibdi mana. Nima bo'lyapti bu yerda mana. Qayerda biz xalqimiz yashayotgan bo'lsa, tashlandi bo'lib ketdik. Yo'llarda ahvolni ko'rib bo'lmagan bo'lib ketgan. Dokument ishlarida qayerda qarasak qisishyapti juda. Atalab xatolar yozish qo'yyapti. Juda ustimizdan kulishyapti. Mag'zavotda hukumat buni berish qilib rosa ustimizdan kulishyapti. Bu aniq bo'layotgan voqealar. Hozirgi kunlarda aniq aytaman, isbot qilib bera olaman. Rahmat, diqqat va e'tibor uchun rahmat, oldindan rahmat, tashakkurlar bildiraman. Shavkat Miromonovich, umid qilamiz sizdan. Alloh qo'llab-quvvatlasin avvalambor. Rahmat.